Quyosh charaqlab chiqib turganidan foydalanib, Hadichani kichikligida ishlatgan shu kravati va ovqatlanish stolini yuvib tozalab sotvormoqchiman. Video oxirida sizlarga buni tayyor holatini ko'rsataman va qanchaga sotib olishim mumkinligi haqida o'zingizlar taxmininglarni yozib ketasizlar. Odatda men hech nimani bekor qo'ymaslikka harakat qilaman, ya'ni shu va shunga o'xshash uyda turib qolgan narsalarni sotib, kerakli paytda boshqa yangisini olib ishlataman, lekin bularni men yoqtirib, yaxshi ko'rib olganim uchun niyat qilgandimki, Hadichadan keyin ham uni ukalariga ishlatishdi, lekin nasib emas ekan. 2 yildan beri bekor turibdi. Shunga sotsam, olgan odam buyumdi, men bo'lsa pulini mazza qilib ishlatamiz. O'zi men bularni allaqachon yuvib, tozalab olib qo'ygan edim, lekin u uydan bu uyga chiqib turaverib, yana yomon bo'lib ketibdi. Bo'lib ham hozir chivinlar, ya'ni sizlarda shevada pasha deyilar ekan, bizda chivin deyiladi, hamma joyga o'tirib qo'yyapti. Bu faqat bizdamikin deb 2-3 qo'shnilardan so'radim. Ularda ham shu ahvol ekan. Xullas, shu ovqatlanish stolchasini oppoq, momiq, dog' ushamaydigan matodan to'shakchasi ham bor. Kravat tayyor holati bo'lsa shu. Ularga men qanaqa narx qo'ysam bo'ladi? Fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar.